Assalomu alaykum. Bugun biz migratsion karta haqida gaplashamiz. Migratsion karta Rossiya Federatsiyasiga kirib kelayotganingizda aeroportda yoki KPP, ya'ni mashinada o'tadigan chegaralaringizda sizga beriladigan dokument sanaladi. Migratsion kartada sizni familiya, imya, otchestvangiz, kirib kelgan sanangiz, pasport seriya nomeringiz nima maqsadda Rossiyaga kirib kelganligingiz haqida yozilgan bo'ladi. Migratsion kartada agar siz Rossiyaga kelish maqsadingiz ish deb ko'rsatgan bo'lsangiz, demak siz kirib kelgan sanangiz 30 kun ichida patent to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Agar siz migratsion kartada o'qish niyatida kelganingizni ko'rsatgan bo'lsangiz, demak siz universitetingizdan dogovor olganingizdan keyin migratsion kartani uzaytirib olishingiz kerak. Migratsion karta 90 kunga beriladi. Sizga aytgan ma'lumotlarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga yurist yordamlari kerak bo'ladigan bo'lsa, siz ekranda ko'rsatilgan nomerlarimizga murojaat qiling. Biz sizga har doim javob beramiz.